Xo'sh, mягкий znak janoblari. Siz aynan ikkita shtabga ishlagan ekansiz. Aynan shu sababdan hozir tergovdasiz. O'zingiz barcha ayblaringizni tan olasizmi? Aha. Xo'p. Demak, женский rod sizdan ost, есть so'zlarida ishlashni taklif qilgan. Tushunarli. Boshida женский rodga xizmat qilasan deb aytishdi. Keyin esa mужской rodga ham ko'p pul beramiz deyishdi. Men rozi bo'ldim va ikkalasiga ham ishlashni boshladim. Lekin boshqalarga bunchalik qiyin bo'lishini bilmagandim. Endi ayting-chi, o'ylar nomlanishiga nima uchun xizmat qilgansiz? Barchasi aynan mужской rodga tugagan. Mужской rodning puli ko'p edimi? Rostini aytsam, mужской rod ko'proq menga xizmat qilasan deb shart qo'ygan edi. Aynan shu uchun ko'nganman. Hozir guvohi bo'lganingizdek, mягкий znak ikkita shtabga xizmat qiladi. Bular ost, есть bilan tugaydigan женский rodlarga xizmat qiladi va ar, tel bilan tugaydigan so'zlar bo'yicha mужской rodga xizmat qiladi. Ha-ya aytgancha, barcha o'ylarning nomlanishi ham mужской rodga tegishli. Yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang.